Mana shu birinchi farzandimni olganimcha 4 farzandni ko'mganman, men o'zim borib ko'mgan. Kim aytadi meni shu? Ko'rib aytadi. Hech kimga aytmayman, chunki bizning bobolarimiz, bizning ustozlarimiz 40 yil bir ko'zi ko'rmaganini xotiniga aytmagan ekan. Hozir bir joyingizda agar bir narsa bo'lsa, o'sha men aytgan qo'shtirnoq ichidagi erkaklar yeb qo'yadi xotinni. Qara menga mazzam yo'q, sen bemalol uxlayapsan, o'zimiz ham mana shuna xatolar qilamiz. O'ylab ko'ring, bir ko'z ko'rmaydi. Ayoli, birga yashagan ayoli 40 yil bilmaydi bir ko'z ko'rmasligini. Shikoyat qilmagan. Shikoyat qilmagan. Endi Xudoning bergan dardida. Xotinimga aytganim bilan u meni ko'zimni qo'yib qo'yarmidi degandir. Shunday bir sabrli millatli biz avlodlarimizda. Shuning uchun sizning nomingizni, sha'ningizni ehtiyot qilish, menga sizni baxtingiz kerak. Dunyoni beshigini tebratadigan odamlarning onasi bo'ling siz. Oilani saqlash uchun harakat qilmasangiz, bu sizning yo'qotishingiz bo'ladi. Oila muqaddas.